Qilish uchun 312 sonli qarorga asosan yillik 22%dan 5 yil muddatgacha garovsiz kreditlar ajratilyapti. Agar bankimizda hisob raqamlaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bitta sharti bor. Faqat tadbirkorlik faoliyatini ochganiga 1 yil, kamida 1 yil bo'lgan bo'lishi kerak. Yoki oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib, nominal yopilgan bo'lsa, yaxshi yopilgan bo'lsa, shuni ikkinchi qadamda birdan olish imkoniyati bor. Faqat yuridik qilib olish kerak. Bundan tashqari jismoniy shaxslarga ham bor. 7-sonli qarorga asosan hamda o'zimizning mahalla loyihamiz bor. Buni qulayligi ayollar bo'lsa 3% pasayadi, 2% pasayadi. 25% dan beriladi. Ayollar bo'lsa 23%gacha pasayadi. 312 ham xuddi shunday foizi ayollarga pasayadi. Agar bankka aloqador boshqa masala bo'lsa